Pensionerlar, iltimos, bu mavzuni oxirigacha eshiting. Sizga mana shu qog'ozga imzo qo'yib bering deyishsa, ayniqsa u qog'oz kredit, kafillik, qarz, uy-joy, bank kartasi, ishonchnoma yoki ariza deb atalgan bo'lsa, shoshilmang. Men bugun sizga oddiy, lekin juda muhim narsani tushuntiraman. Pensioner odam bitta imzo bilan o'z pensiyasidan, uyidan, jamg'armasidan yoki farzandlari bilan tinch munosabatdan ayrilib qolishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, buva, nafaqadagi qarindosh bor. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga yuboring. Men bu masalani ekspert sifatida sodda tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avvallari ko'p odamlar qog'ozga imzo chekishni oddiy rasmiyatchilik deb bilardi. Mahalladan ma'lumotnoma olish kerak bo'lsa ham imzo. Bankdan karta ochish kerak bo'lsa ham imzo, uy-joy hujjatida ham imzo. Ko'pchilik men faqat tasdiqlab berdim. Men o'qimadim. Menga aytishdi, shunga ishondim deb o'ylardi. Ammo huquqiy tomondan imzo bu oddiy belgi emas. Imzo sizning roziligingiz, mas'uliyatingiz va ba'zan mol-mulkingiz bilan javob berishingizni bildiradi. Hozir vaziyat ancha o'zgargan. Bank xizmatlari ko'paydi. Onlayn kreditlar paydo bo'ldi. Mikromoliya tashkilotlari, muddatli to'lovlar, garov shartnomalari, kafil bo'lish, ishonchnoma orqali uy yoki mashina sotish holatlari ko'paydi. Ayrim firibgarlar aynan pensionerlarni tanlaydi. Nega? Chunki pensionerlarning doimiy daromadi bor. Pensiya har oy tushadi. Bank yoki qarz beruvchi uchun bu barqaror tushum. Firibgar uchun esa pensioner ko'pincha ishonuvchan, hujjat tili murakkab, ba'zan ko'zi yaxshi ko'rmaydi, ba'zan bolamga yordam beray deb shoshiladi. Men eng avvalo shuni aytaman. Hech kim sizni o'qimagan hujjatga imzo qo'yishga majbur qila olmaydi. Tezroq imzo cheking. Navbat kutyapti. Bu oddiy ariza, sizga zarari yo'q. Faqat rasmiyatchilik degan gaplar siz uchun ogohlantirish belgisi bo'lishi kerak. Agar hujjat haqiqatan ham oddiy va xavfsiz bo'lsa, uni o'qib chiqishga, nusxasini olishga, farzandingiz yoki yuristga ko'rsatishga hech kim qarshi bo'lmaydi. Birinchisi, kafillik shartnomasi. Bu eng xavfli hujjatlardan biri. Ko'p odam kafil bo'lishni shunchaki tanish odamga ishonch bildirish deb tushunadi. Aslida esa kafil qarz oluvchi pulni to'lamasa, qarzni to'lash majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Ya'ni o'g'lingiz, nevarangiz, qo'shningiz yoki tanishingiz kredit olsa, siz kafil bo'lsangiz, u to'lamagan qarz sizdan talab qilinishi mumkin. Masalan, nabira 3 million so'm kredit oldi. Buvijon, faqat imzo kerak, sizdan pul olishmaydi dedi. Buvijon bankka bordi, hujjatni o'qimadi, imzo qo'ydi. Dastlab nabira 3 oy to'ladi. Keyin ishiz qoldi. Qarzdorlik 31 milliondan tashqari foiz, penya va jarimalar bilan 32 million chiqdi. Bank avval qarz oluvchiga murojaat qiladi, keyin kafildan ham talab qiladi. Pensioner men pul olmaganman desa ham. Kafillik shartnomasi bo'lsa, mas'uliyat paydo bo'ladi. Mana shu yerda eng katta xato ko'rinadi. Pulni boshqa odam olgan, lekin imzo qo'ygan odam ham javobgar bo'lib qolgan. Ikkinchisi, kredit shartnomasi. Ayrim holatlarda pensionerning nomiga kredit rasmiylashtiriladi. Unga sizning pensiyangiz bor, kredit chiqadi, biz to'lab boramiz deyshadi. Hatto yaqin qarindoshlar ham shunday qilishi mumkin. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Ona o'g'liga yordam berish uchun 20 million so'm kredit oladi. O'g'li birinchi oy to'laydi, ikkinchi oy kechikadi, uchinchi oy umuman to'lamaydi. Bank esa onaning pensiya kartasidan yechishni boshlaydi yoki qarzdorlikni undiruvga beradi. Natijada pensioner dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun ajratgan pulini yo'qotadi. Bu yerda men bitta muhim narsani aytaman. Men kreditni o'zim uchun olmaganman degan gap bank uchun ko'pincha asos bo'lmaydi. Shartnomada kim qarz oluvchi bo'lsa, mas'uliyat o'sha odamda. Pulni keyin kim ishlatgani alohida masala. Lekin bank oldida javobgar shartnomaga imzo qo'ygan shaxs bo'ladi. Uchinchisi, ishonchnoma. Ko'p pensionerlar ishonchnomani oddiy vakolat deb o'ylaydi. Masalan, o'g'lim mening nomimdan hujjat topshirsin. Nevaram pensiya kartamni almashtirsin. Tanishim uy masalasini yuritsin deb ishonchnoma beradi. Lekin ishonchnomaning ichida qanday vakolatlar yozilgani juda muhim. Agar u yerda sotish, hadya qilish, pul olish, bank hisobini boshqarish, shartnoma tuzish, garovga qo'yish kabi so'zlar bo'lsa, bu juda katta xavf. Hayotiy misol keltiraman. Pensioner ayol o'z uyining kadastr hujjatlarini to'g'rilash uchun jiyaniga ishonchnoma beradi. Unga faqat hujjatlarni yuritaman deyishadi. Ammo ishonchnomada uyga oid
bitimlar tuzish, sotish, pul olish vakolat ham yozilgan bo'ladi. Keyin uy boshqa odam nomiga o'tadi. Ayol men sotishga rozi bo'lmaganman deydi. Lekin notarial hujjatda keng vakolat berilgan bo'lsa, uni bekor qilish murakkab jarayonga aylanadi. Sudga borish, dalil to'plash, aldanganini isbotlash kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, asab va pul talab qiladi. 4-si bank kartasi va arizalar. Hozir pensiya ko'pincha bank kartasiga tushadi. Ayrim odamlar pensionerdan karta ochish, SMS xabarnoma ulash, mobil ilova o'rnatish, PIN kodni bilish, kartani vaqtincha olib turish kabi bahonalar bilan foydalanadi. Esingizda bo'lsin, karta sizniki bo'lsa, PIN kod ham, SMS kodi ham, ilova paroli ham faqat sizniki bo'lishi kerak. Bank xodimi ham, qarindosh ham, qo'shni ham sizdan kod so'ramasligi kerak. Kod berilgandan keyin pul yechilib ketsa, uni qaytarish qiyinlashadi. 5-si hadya shartnomasi. Ba'zan farzandlar ota-onaga uyingizni hozir mening nomimga o'tkazib qo'ying. Baribir men qarayman deydi. Bunda hadya shartnomasi tuziladi. Hadya bu sotish emas, ya'ni pul olish shart emas. Uy boshqa odam nomiga o'tgach, pensioner o'z uyida huquqiy jihatdan zaif holatda qolishi mumkin. Men hamma farzand yomon demayman, albatta. Juda mehribon, mas'uliyatli farzandlar ko'p. Lekin huquqiy masalada odam bugungi va'daga emas, hujjatdagi yozuvga tayanishi kerak. Bugun munosabat yaxshi, ertaga kelin, kuyov, boshqa qarindosh, qarz, ajrim, kasallik, o'lim kabi holatlar aralashsa, vaziyat butunlay o'zgarishi mumkin. Masalan, ota uyini o'g'liga hadya qildi. Men shu uyda umr bo'yi yashayman deb og'zaki kelishildi. Bir necha yil o'tib, o'g'il qarzga botdi yoki oilaviy nizoga tushdi. Uy sotilishi, garovga qo'yilishi yoki boshqa mojaroga sabab bo'lishi mumkin. Agar shartnomada otaning yashash huquqi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, u juda qiyin vaziyatda qoladi. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki firibgarlar bunday odamlarni ko'proq nishonga oladi. Sizga yordam beramiz. Kompensatsiya chiqadi. Davlatdan pul beriladi. Hujjatni rasmiylashtiramiz degan bahonalar bilan kelishlari mumkin. Ikkinchi navbatda doimiy pensiyasi nisbatan yuqori bo'lganlar ehtiyot bo'lsin. Chunki kredit berishda yoki undirishda doimiy tushum muhim rol o'ynaydi. Masalan, har oy 3 million so'm pensiya oladigan odamning nomiga kichik kredit chiqarish osonroq bo'lishi mumkin. Uchinchi navbatda uy-joyi o'z nomida bo'lgan pensionerlar juda ehtiyot bo'lsin. Uy bor joyda garov, sotish, hadya, ishonchnoma, meros bo'yicha nizolar bo'lishi mumkin. Ayniqsa uyingizni garovga qo'ysak, biznes boshlaymiz, keyin chiqarib olamiz degan gaplarga ko'r-ko'rina ishonmang. Garovga qo'yilgan uy bo'yicha qarz to'lanmasa, uy xavf ostida qoladi. 4-navbatda savodxonligi pastroq, hujjatlarni o'qishga qiynaladigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, eshitishi sust bo'lgan pensionerlar alohida ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Bu uyat emas. Har bir odam yoshi ulg'ayganda hujjat tili, bank atamalari va elektron tizimlarda qiynalishi mumkin. Muhimi, tan olish va imzo qo'yishdan oldin yordam so'rash. Agar siz hujjatni to'liq o'qigan bo'lsangiz, uning nusxasini olgan bo'lsangiz, u yerda kredit, kafil, garov, hadya, sotish, ishonchnoma, qarz, penya, undiruv, majburiyat kabi so'zlar yo'qligiga ishonch hosil qilgan bo'lsangiz, xavf kamroq bo'ladi. Masalan, faqat pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma olish, oddiy tibbiy ariza, sanatoriyga navbatga turish kabi hujjatlar odatda katta moliyaviy xavf tug'dirmaydi. Lekin men baribir bitta qoidani saqlashni maslahat beraman. Tushunmagan hujjatga imzo qo'ymang. Agar bank yoki notariusda bo'lsangiz, xodimdan hujjatni baland ovozda tushuntirib berishni so'rang. Savol berishdan uyalmang. Bu hujjat bilan men qarzdor bo'lib qolmaymanmi? Bu hujjat uyimni sotishga huquq bermaydimi? Bu hujjat kafil bo'lishimni anglatmaydimi? Pensiyamdan pul ushlab qolinmaydimi? deb aniq so'rang. Javob ham aniq bo'lishi kerak. Yo'q, xavotir olmang degan umumiy gap yetarli emas. Hujjatda qaysi bandda yozilganini ko'rsatsin. Birinchi nozik nuqta. Hujjat nomi sizni aldamasin. Qog'ozning tepasida ariza deb yozilgani uning xavfsizligini anglatmaydi. Arizaning ichida qarzni tan olish, hisobdan pul yechishga rozilik, karta ochish, shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash, uchinchi shaxsga vakolat berish kabi bandlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat nomini emas, matnini o'qing. Ikkinchi nozik nuqta. Men faqat guvoh sifatida imzo qo'ydim degan holat. Guvoh bo'lish boshqa, kafil bo'lish boshqa. Lekin odamlar ko'pincha farqini bilmaydi. Agar siz guvoh sifatida imzo qo'ysangiz, odatda bitim tuzilganini tasdiqlaysiz. Agar kafil sifatida imzo qo'ysangiz, qarz uchun
javobgar bo'lasiz. Hujjatda sizning ismingiz qaysi maqomda yozilganini tekshiring. Kafil qarz oluvchi, birgalikda qarz oluvchi. Garov beruvchi, ishonch bildiruvchi, sotuvchi, hadya qiluvchi so'zlariga alohida e'tibor bering. 3-nozik nuqta, bo'sh joy qoldirgan hujjatga imzo qo'ymang. Bu juda muhim. Agar qog'ozda summa, sana, shaxsning ismi, muddat yoki shartlar bo'sh qoldirgan bo'lsa, keyinchalik u yerga boshqa ma'lumot kiritilishi mumkin. Siz esa men bunday summaga rozi bo'lmaganman deb yurishingizga to'g'ri keladi. Har bir bo'sh joy chizib qo'yilsin yoki to'ldirilsin. Hujjatning har bir sahifasini ko'ring. Ba'zi shartnomalar birinchi sahifada oddiy, oxirgi sahifada esa eng muhim majburiyatlar bilan tugaydi. 4-nozik nuqta. Notariusda tuzilgan hujjat ham avtomatik ravishda siz uchun foydali degani emas. Notarius hujjatni rasmiylashtiradi, tomonlarning shaxsini tekshiradi, huquqiy shaklini ko'radi. Lekin sizning oilaviy manfaatlaringizni har doim alohida himoya qilib bermaydi. Agar siz o'zingiz roziman desangiz, notarius sizning o'rningizga oilaviy oqibatlarni baholamaydi. Shu sababli notariusga borganingizda ham shoshilmang. Bandlarni tushuntirishni so'rang. Kerak bo'lsa, hujjatni ertaga imzolashingizni ayting. 5-nozik nuqta. Telefon orqali aytilgan so'z hujjat o'rnini bosmaydi. Kimdir men to'lab beraman, men sizni uyda qoldiraman. Bu faqat vaqtincha. 2 oyda kreditni yopaman desa, bu va'da. Huquqiy kuch esa yozma shartnomada bo'ladi. Agar kelishuv muhim bo'lsa, uni hujjatga yozdiring. Masalan, uy hadya qilinayotgan bo'lsa, hadya qiluvchi pensionerning shu uyda umrbod yashash huquqi, ro'yxatda qolishi, kommunal masalalar, boshqa shartlar aniq ko'rsatilishi kerak. Og'zaki va'da ertaga inkor qilinishi mumkin. 6-nozik nuqta. Qarindosh bo'lsa ham tekshirish kerak. Bizning mentalitetda ota-ona farzandiga ishonadi, bu tabiiy. Lekin hujjat masalasida ishonch bilan nazorat birga yurish kerak. Men doim aytaman, yaxshi farzand hujjatni yashirmaydi. Agar farzandingiz yoki nevarangiz sizga o'qib nima qilasiz, imzo qo'ying desa, bu gap sizni to'xtatishi kerak. Haqiqiy yordam berayotgan odam sizga tushuntiradi, nusxa beradi, boshqa qarindosh bilan maslahatlashishga ruxsat beradi. 7-nozik nuqta. Qarzni tan olish tilxati. Kimdir sizga men sizdan pul olganim yo'q, faqat vaqtincha qog'oz kerak deb tilxat yozdirishi mumkin yoki aksincha sizdan falon odamdan pul oldim degan mazmunda yozib olishadi. Tilxat ham jiddiy hujjat. Agar unda summa, sana va imzo bo'lsa, keyin sudda dalil sifatida ishlatilishi mumkin. Shuning uchun tilxat oddiy qog'oz deb o'ylamang. 8-nozik nuqta. Elektron imzo va SMS tasdiqlash. Bugun ko'p ishlar telefon orqali qilinadi. Sizga SMS kod keldi va siz uni aytdingizmi? Demak, kimdir sizning nomingizdan amalni tasdiqlashi mumkin. Ayrim pensionerlar men qog'ozga imzo qo'ymadim-ku deydi. Lekin elektron tasdiq ham huquqiy oqibat keltirishi mumkin. Shu sababli SMS kod, bank ilovasi, paroli, elektron raqamli imzo kaliti, plastik karta kodi hech kimga berilmaydi. Birinchi qadam, hech qachon bosim ostida imzo chekmang. Sizga hozir imzolamasangiz imkoniyat ketadi. Bugun oxirgi kun, xodim kutyapti. Notarius yopiladi deyishsa ham to'xtang. Qonuniy va toza ish bir kun kutishi mumkin. Shoshiltirish ko'pincha odamni o'ylashdan to'xtatish usuli bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatni to'liq o'qing. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, yoningizdagi ishonchli odamga o'qiting. Lekin ishonchli odam hujjatdan manfaatdor bo'lmasin. Masalan, kreditni olayotgan nabiraning o'zi sizga o'qib berishi yetarli emas, chunki u manfaatdor. Yaxshisi boshqa farzand, mahalladagi huquqni tushunadigan odam, yurist yoki bankdagi mustaqil xodimdan so'rang. 3-qadam. Quyidagi so'zlarni ko'rsangiz, albatta to'xtang. Kredit, qarz, kafil, garov, undiruv, penya, jarima, hadya, sotish, ishonchnoma, vakolat, bank hisobini boshqarish, pensiyadan ushlab qolish, rozilik, majburiyat, birgalikda qarz oluvchi. Bu so'zlar bor hujjat yomon degani emas, lekin xavf bor degani. Uni tushunmasdan imzolash mumkin emas. 4-qadam, hujjat nusxasini oling. Siz imzo qo'ygan har qanday muhim hujjatning nusxasi sizda qolishi kerak. Keyin beramiz desa, imzo qo'ymang. Hujjatning har bir sahifasi bo'lsa, hammasining nusxasini oling. Telefoningizda rasmga olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin rasm tiniq bo'lsin, sana va imzolar ko'rinsin. 5-qadam, bankda kredit yoki kafillik bo'yicha savollarni yozma so'rang. Masalan, men ushbu shartnoma bo'yicha qarz oluvchi hisoblanamanmi? Men kafil bo'lsam, qarzdor to'lamasa mendan pul undiriladimi? Pensiya kartamdan avtomatik yechim bo'ladimi?
umumiy qaytariladigan summa qancha? Kechikish bo'yicha jarima qanday hisoblanadi? Bu savollar javobini tushunmasangiz imzo chekmang. 6-qadam, ishonchnoma berayotganda vakolatni to'g'ri yozdiring. Agar odam faqat bitta ma'lumotnoma olib kelish kerak bo'lsa, ishonchnomada faqat shu harakat yozilsin. Barcha idoralarda manfaatlarini himoya qilsin. Sotish, hadya qilish, pul olish, shartnoma tuzish huquqi bilan degan keng vakolatdan ehtiyot bo'ling. Ishonchnoma muddati ham qisqa bo'lgani ma'qul. Masalan, aniq bir ish uchun 1 oy yoki 3 oy. Yillar davomida amal qiladigan keng ishonchnoma bermang. 7-qadam, uy-joy bo'yicha qaror qabul qilishdan oldin oilaviy va huquqiy maslahat oling. Uy hadya qilish, sotish, garovga qo'yish. Meros masalasini hal qilish katta qaror. Bunday qarorni bugun borib imzolaymiz darajasida qabul qilmaslik kerak. Kadastr hujjatlari, mulk huquqi guvohnomasi, nikoh holati, merosxo'rlar ro'yxatda turganlar, yashash huquqi kabi masalalar tekshiriladi. Agar uy sizning yagona yashash joyingiz bo'lsa, 2 marta emas, 10 marta o'ylang. 8-qadam, agar aldanganingizni sezsangiz vaqtni bo'y bermang. Avval hujjat nusxalarini yig'ing. Shartnoma, ariza, ishonchnoma, bank ko'chirmasi, SMS xabarlar, chek audio yoki yozishmalar bo'lsa, hammasini saqlang. Keyin bankka yoki tashkilotga yozma ariza bering. Agar firibgarlik alomatlari bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Agar notarial hujjat bo'lsa, notariusga va sudga murojaat qilish masalasi ko'rib chiqiladi. Yuristga borganingizda men aldandim degan umumiy gap bilan emas, hujjatlar bilan boring. 9-qadam, pensiya kartangizni himoya qiling. Kartani hech kimga bermang. PIN kodni qog'ozga yozib kartani yonida saqlamang. SMS kodni aytmang. Bank ilovasini boshqa odamning telefoniga o'rnatmang. Agar karta yo'qolsa yoki pul yechilayotganini sezsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani blok qildiring. Bankka shaxsan borib hisob bo'yicha ko'chirma oling. 10-qadam, oilada oldindan qoida belgilang. Masalan, onam yoki otam hech qanday kredit, kafil, ishonchnoma, uy hujjatiga kamida 2 farzand bilmasdan imzo qo'ymaydi degan qoida bo'lsin. Bu ishonchsizlik emas, himoya. Ayniqsa yosh katta odamlar uchun bunday qoida ularni bosimdan saqlaydi. Kimdir kelib shoshirsa, pensioner bemalol men oilam bilan maslahatlashmasdan imzo qo'ymayman deb ayta oladi. Men pensionerlarga shuni aniq aytaman. Sizning mehringizdan, uyatchanligingizdan, yo'q deyishga qiynalishingizdan foydalanishlari mumkin. Ba'zan firibgar begona odam bo'ladi, ba'zan tanish bo'ladi, ba'zan esa qarindosh bo'lishi ham mumkin. Bu gap og'ir eshitiladi, lekin hayotda uchraydi. Shuning uchun hujjatni tekshirish odamni yomon ko'rish emas. Hujjatni o'qish odobsizlik emas. Savol berish uyat emas. Imzo qo'ymaslik jinoyat emas. Aksincha bu o'zingizni va oilangizni himoya qilishdir. Agar sizga menga ishonmaysizmi deyishsa, javob oddiy bo'lsin. Ishonaman, lekin hujjatni tushunib imzolayman. Mana shu gap juda ko'p muammolarning oldini oladi. Yaxshi niyatli odam bundan xafa bo'lmaydi. Niyati boshqa odam esa aynan shu joyda asabiylashadi, shoshiradi, bosim qiladi. Demak, siz to'g'ri to'xtagansiz. Yana bir muhim masala, pensionerning sog'lig'i yomon, eshitishi yoki xotirasi sust bo'lsa, bunday odamga katta hujjat imzolatish yanada ehtiyotkorlikni talab qiladi. Oila a'zolari buni nazorat qilishi kerak. Chunki keyin sudda odamning o'sha paytda hujjat mazmunini tushunmaganini isbotlash juda qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun muammoni keyin tuzatgandan ko'ra oldin olish ancha oson. Bugungi asosiy gapim bitta. Pensionerlar tushunmagan qog'ozga imzo chekmang. Ayniqsa kredit, kafillik, garov, ishonchnoma, hadya, uy-joy, bank kartasi va qarz bilan bog'liq hujjatlarda shoshilmang. Imzo bu oddiy rasmiyatchilik emas, u sizning pulingiz, pensiyangiz, uyingiz va tinch hayotingizga ta'sir qilishi mumkin. Hujjatni o'qing, nusxasini oling, savol bering, ishonchli odamga ko'rsating, kerak bo'lsa yuristga murojaat qiling. Agar sizni shoshirishsa, aynan o'sha paytda to'xtang. Sizning eng kuchli himoyangiz men tushunmagunimcha imzo qo'ymayman degan qat'iy qaror. Siz bunday holatga duch kelganmisiz? Sizga yoki yaqinlaringizga kredit, kafillik, ishonchnoma bo'yicha bosim qilishganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, buvalaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Bitta ogohlantirish bir oilani katta muammodan saqlab qolishi mumkin.